Assalomu alaykum. Qayerdan keldingiz? Tojikistondan kelganman, Xo'janddan. Vitiligo kasalligi sizda qachondan beri bor edi? Примерно где-то 6 yil bo'lib, kichkinacha bo'lib chiqqandi mana yuzimda. Sekin katta bo'lib qolyapti. Bizga kelishdan oldin boshqa joylarga ham ko'rsatganmiz. Yo'q, men ko'rsatgan emasman. Bizni klinikani qayerdan ko'rib keldingiz? Bir do'stim mana shu yerga keldi. Bir 2 marta kelgandan keyin foydasini ko'rib menga maslahat berishdi. Bilib qolib menda ham borligini. Telefonda gaplashdim. Keyin ko'rsatdi. Do'yi posli qilib. Keyin o'shanga ishonib bu yoqqa keldim. Bir marta 11-dekabrda 25-yil keldim. 10 kun muolaja qilib 23-da ketdim. Mana hozir 50 kun bo'ldi muolaja qilib ketganimdan keyin. Yuzimdagi kichkina bo'ldi, uni oyog'imda ham bordi, u ham где-то na 30% kichkina bo'ldi-da. Demak, bu hozir ikkinchisiga kelishingiz. Ha, ikkinchisi. Rezultat bo'ldi. Rezultat bor. Boshqa o'sha vitiligo bilan kurashayotgan odamlarga ham tavsiya qilasizmi? Albatta. Avval Alloh taolo endi keyin sizlar Xudo xolasa mana savob bo'lasa tuzlab ketadi Xudo xolasa menimcha. Ko'pchilik aytadi, vitiligo davosi yo'q, hech kim davololmaydi deydi. Shunda masalan o'zingiz kelib ko'rdingiz, lecheniya olib ko'rdingiz. Foydasi bo'ldimi? Foyda bor, конечно. Vitaminni nimasi ham konkretno foyda qildi demanga. Unda bodriroq bo'lib qoldim-da, letdan ketgandan keyin. Oldinga qaraganda unday ozgina slabiy nima ham bor edi. Ощутимость. Hozir уже boshqacha-da, короче.